Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kunning muhim yangilik va hodisalarini kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Eronda qolgan narsa bu jasorat. Donald Tramp AQSh prezidenti Donald Trampning Eronning floti, harbiy havo va havoni kuzatish tizimlari qolmaganini aytdi. Hammasi yo'q qilindi, ularning radarlari butunlay tozalab tashlandi, harbiylar yakson qilindi. Ularda bor bo'lgan narsa bu yagona jasorat, deydi u. Sergey Lavrov AQSh va Isroildan jabr ko'rgan har qanday davlat Rossiyaning do'sti ekanligini aytdi. AQSh va Isroil tajovuzdan jabr ko'rayotgan barcha tomonlar bizning strategik hamkorimizdir. Ushbu operatsiyalarni mutlaqo imkonsiz qiladigan muhitni yaratishga hissa qo'shish uchun qo'limizdan kelgan barcha ishlarni qilamiz, deydi Rossiya tashqi ishlar vaziri. Rasmiylarning aytishicha, AQSh va Isroil zarbalari oqibatida Erondagi o'lim holatlari soni 1230 nafarga yetgan. Eronning hujumi fonida Turkiya Ozarbayjon tomonida ekanligini bildirdi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi Eronning Ozarbayjonga uyushtirgan hujumidan so'ng Turkiya Ozarbayjon tomonida turishini bildirdi. Bayonotda Eronning bunday dron hujumlarini qat'iy qoralagan.